Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Sherqiy Türkistan Awazining kündilik xəvərlər proqramımıza xoş gəldinglar. Xəbərlərimizni yoqtirib görüşünglarni ümid qilamiz. Men Muhammad Azad. Tövəndə dehqonlar xəbərlərimizin təfsili məzmunlarında bo'lsin. Erkin Asya Radyosu xəbərdə 11 mart payshanba kuni İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı, yani sud məhkəməsində Uyğur cemaat ərbabı Abduqadir Yapchangha üstüdən yepiq sud içilib, onun haqqında ilgirki sudda e'lingan nazorat ostida turish, mahalli sirtiga chiqmaslik to'g'risidagi qarorni bekor qildi. Va Abduqadir Yapchangning Turkiyaning har qaysi shahar va rayonlariga erkin bora oladiganligi bildirildi. Biroq Abduqadir Yapchangning aqlanib sudni bekor qilish yoki qoralanishdan iborat ijobiy yoki salbiy jihatda berilgan hukmning kelar oy ichida qayta sud ichilib e'lon qilinadiganligi ilgari surildi. Erkin Asya Radyosuning muxbiri sudga qatnashib, Abduqadir Yapchangha ustidan ilib berilgan sudni kuzatib ahvol egallagan. Sud məhkəməsi zalida 3 sudya, bir baş müfəttiş Abduqadir Yapchangha va uning 2 nafar aqlag'uchi advokati hamda Abduqadir Yapchangning yaqinlaridan bir qancha Uyg'ur kishi qatnashgan. Sudda oldi bilan baş müfəttiş so'z qilib, Abduqadir Yapchangha masalasining vaqtining bak uzrab ketganligi, uni ayblashdagi dalil pakining to'liq bo'lmaganligi sababidan bu sudning bekor qilinishini va Abduqadir Yapchangning erkinlik chiqishini talab qildi. Abduqadir Yapchangha sudda o'zining hech qanday jinoyat yo'qligini, Xitoy Sherqiy Türkistan ishg'ol qilganligi sababidan butkul Uyg'urlarni jinoyatchi deb tuhmat chaplaydiganligini, o'zining bir qancha yildan buyon adolatsiz tutib turilganligi sababidan erkin qo'yib berilishini, shundaqla o'zining Xitoy hokimiyati ustidan sudga arz sunib, uningdan moddiy va ma'naviy badal to'lashni talab qiladiganligini bildirdi. Abduqadir Yapchangning advokati sudda so'z qilib, Abduqadir Yapchangha haqida Xitoy doiralari tomonidan sunilgan shikoyatlarning dalil isboti yo'qligini va bu sudni bekor qilishini, shundaqla Abduqadir Yapchangning erkinlikka chiqishini talab qildi. Baş sudchi yordamchilari bilan 5 minut o'zaro maslahat qilgandan keyin Abduqadir Yapchangha haqida hukm chiqarib, bu sudni kechiktirdiganligini va kelar oy ichida qayta ochildiganligini. Biroq Abduqadir Yapchangning ustidagi nazoratning shundaqla uning Istanbuldagi mahallasidan sirtqa chiqmaslik to'g'risidagi hukmning bekor qilinganligini e'lon qildi. Muxbir bu vaqtda bosh sudchi bilan suhbat berishni talab qilgan bo'lsa-mu, sudchi bu vaqtda axborotlarga so'zlashni xohlamaydiganligini bildirgan. Abduqadir Yapchangning advokati İbrahim Ergin chiqarilgan sud qarori to'g'risida to'xtalib, Baş sud məhkəməsinin təfsili izahatida Xitoy qaytarilish masalasining ijobiy shaklda rad qilinganligi angelinganligini, amaliyotda qonuniy jihatdan ijobiy bo'lishi kerakligini, Xitoyning qilgan shikoyatlarining asosi yo'q, yolg'on yovdaq hikoya cho'chakdan iborat ekanligini, Xitoy isbotsiz quruq sapsatilarga asoslanib turib, Abduqadir Yapchangni qaytarishni talab qilganligini, bunda quruq sapsatilarga tayinib turib ayblanadigan va qaytarib yetadigan ish bo'lmaydiganligini, amaliyotda qonunda siyosiy masalasi bo'lganlarni qaytarish cheklanadiganligini, prinsipal biror kamchilikning kelib chiqmasligi uchun mahkama oxirgi qarorni yana bir oy orqaga surganligini bildirdi. Jamoat arbobi Abduqadir Yapchangha muxbirning ziyoratini qabul qilib, sud mahkamasining qarori to'g'risida so'zlab, sudda o'zining ustidan Xitoyning Turkiya sud mahkamasiga arz qilgan tuhmatlarning hammasining yolg'onligining isbotlanganligini, o'zining Qashqar yapchonlik ekanligini, Xitoy bo'lsa Sherqiy Türkistonni ishg'ol qilib olgan ishg'olchi, tajovuzchi ekanligini, Xitoyning u yerda yashash haqqi yo'qligini, Xitoyning Sherqiy Türkistonda insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik olib berayotganligini, sud mahkamasining o'zining ustidagi nazorat va cheklamalarni bekor qilib, Turkiya Cumhuriyati tomonidan vatandoshlik, ya'ni fuqarolik berilishi, shundaqla o'zining Xitoy doiralari ustidan shikoyat qilib, moddiy va ma'naviy to'lam to'lashni bosh sudyadan talab qilganligini ifodaladi. Dünýä Musulman Alımlar İttipaقı bayanat e'lon qilib, Uyg'urlar qaratilgan jinoyat va qilmishlarni ayblaydiganligini bildirdi. Bayanatda Xitoydagi musulmon Uyg'urlarni nishon qilgan keng ko'lamli qamoq jazosi va qiyin qisliq, ularni dindan voz kechishga va atizmchi bo'lishga majburlash, ularning diniy va milliy kimligini o'zgartirishga urinish qilmishlariga norozilik bildirib, medialarda o'tirib chiqqan Uyg'ur musulmonlarini tadrijiy yo'qotishga urinish va tug'utning oldini olish uchun ayollarni majburiy tug'mas qilib o'tishdek tajovuzchilik qilmishlari va jinoyatlarga yaqindan ko'ngil bo'lib kelayotganligini ta'kidladi. Beijing hukumatini bu qilmishlardan voz kechish, musulmonlarga qonunlik va insonparvarlik huquqi berish, ular qaratilgan har xil nohaqchiliklarni tugutish talab qilingan bayonotda Islom hamkorlik tashkiloti, Islom davlatlari, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va kishilik huquq tashkilotlari ustiga tushgan mas'uliyatni ado qilishga va harakat qo'llanishga chaqirilgan. Bayonotda ittifoqning har qaysi taraflarning manfaatini qo'g'daydigan atrofliq va odil murossaning amalga oshishiga tuhfa qo'shishga, agar Xitoy hukumat qo'shilsa, vakillar o'mika avatib, Sherqiy Turkistondagi musulmonlar va Xitoy doiralari bilan ko'rishib, aloqa qilishga tayyor ekanligini bildirgan. Xitoy hukumatı Sherqiy Türkistandagi tabiiy boyliqlarni talon-taroj qilishni jiddiy kuchaytirmoqda. Xitoy xabarlar to'g'rida e'lon qilingan xabardan qaraganda, Sherqiy Turkistandagi asosiy neft bozorining biri bo'lgan Junxar o'ymonliqidagi jug'lanma gaz ishlab chiqarish miqdori 10 milliard kub metrdan oshgan. Qoramil tabiiy gazligi Junxar o'ymonliqining sharqiga joylashgan bo'lib, Junxar o'ymonliqida bayqalgan 100 milliard kub metrlik zapasga ega tunji tabiiy gazliq ekan.
Junxar Marvayeti deb atalgan bu tabiiy gazliq 2008 yilning oxirida ishlab chiqarishga kirishtirilgan. Xitoy Kompartiyasi 2020 yildan boshlab Sherqiy Türkistandiki neft bazalarida neft va tabiiy gaz ishlab chiqarish qurilmasini kuchaytirib, 20 million tonnalik zamonaviy cho'ng neft va tabiiy gaz maydonini to'liq qurishning umumiy strategik nishoni o'tirib qo'ygan. Buningdan boshqa Xitoycha Tangridog to'g'ri e'lon qilgan xabarda ko'rsatilishicha, bu yil 1-martgacha tarim neftligi 1 million 166 ming tonna neft va 5 milliard 700 million kub metr tabiiy gaz ishlab chiqargan bo'lib, neft va tabiiy gaz ishlab chiqarish miqdori o'xshash mezgildagidan 530 ming tonna oshgan va tarixdagi o'xshash mezgildagi eng yuqori rekordni yaratganligini, Xitoyning bu yil kirganda buyon tarim neftligida ishlab chiqarishning uda va tiz ishiga kapolatlik qilganligi, oldingi 2 oyda 23 ming quduqni ishga kirishtirib, neft va tabiiy gaz elib, plandan ayrim holda 15.800 tonna va 51 million kub metr oshirganligi bildirilgan. Hozir tarim neftligi kuniga o'tir hisob bilan 16.800 tonna neft va 92 million 660 ming kub metr tabiiy gaz ishlab chiqardi ekan. Chet ellik kuzatuvchilar yuqorqi ikki xabardan Xitoy hukumatining jon jahl bilan Sherqiy Türkistanning tabiiy boyliqlarini talon-taroj qilishni kuchaytirayotganligini ochiq ko'rib olg'ili bo'lganligini ta'kidlab, bir millatning boyliqlarini talon-taroj qilish va yo'tkashmo irqiy qirg'inchilikning muhim bir namoyandasi deb ko'rsatgan. Xalqaro Olimpik Komiteti payshanba kuni Xitoyning Tokio Olimpik tanharakat musobaqasi va Beijing qishliq Olimpik tanharakat musobaqasiga Xitoy virusi vaksinasi bilan ta'minlashni xohlaydiganligini, Xalqaro Olimpik Komiteti Xitoydan setib olish qo'shildiganligini e'lon qilgan. Yaponiye Olimpik Komiteti bu xabardan intayin hayron qolgan. Xitoyning vaksinasida og'ir masala borligi va vaksinaning masalasi kishilarning gumonini yana bir qatim qo'zg'agan. Xitoy virusi davomli avj olayotganda Xalqaro Olimpik Komiteti 8 oy ichida 2 qatim Olimpik tanharakat musobaqasi tashkillaydigan bo'lib, bu sababdan chorshanba kuni vazifa o'tash muddatini 4 yil uzartgan Xalqaro Olimpik Komitetining raisi Tomas Bach Olimpik tanharakat musobaqasi uchun Xitoyning vaksina bilan ta'minlashni xohlaydiganligini, Xitoydan vaksinani setib olib, Olimpik va meyipla Olimpik tanharakat musobaqasiga qatnashadigan komandalarni haqsiz vaksina bilan ta'minlaydiganligini bildirgan. Yozliq Olimpik tanharakat musobaqasiga taxminan 11 ming tanharakatchi qatnashadigan bo'lib, trener, media, pidoi va amaldorlarni qo'shganda necha 10 ming kishi qatnashadi ekan. Tomas Bach Xitoyning Olimpik komitetining ehtiyojiga asosan vaksina bilan ta'minlaydiganligini ta'kidlagan. Mazkur xabar oldi bilan yozliq Olimpik tanharakat musobaqasini tashkillovchi sohibxon davlat Yaponiyani hayron qoldirgan. Tokio Olimpik tashkilotiyatining bosh ijroiya amaldori Toshiro Tomo taratqularga Yaponiyaning vaksina to'g'risida hech qanday ma'lumot topshirib olmaganligini bildirgan. Xitoy 60 dan ortiq davlatni vaksina bilan ta'minlaganligini jar solgan. Ammo Yevropa Ittifoqi raisi Michel Xitoy virusi vaksinasini diplomatiya va tashviqotning vositasi sifatida mubolag'a qilganligi va ishlatganligini tanqid qilib, Xitoy o'z ichida vaksina emlash nisbatining Yevropa Ittifoqi davlatlarininkidan 2 tuvan ekanligini, Xitoy vaksinasi keltirib chiqargan asosli masalalarning yana bir muhim halqasi bo'lgan 3-bosqichlik kelinkilik sanoq sonliq ma'lumotlarining to'liq bo'lmasligini, shuning bilan Xitoy vaksinasining Dunyo sayyor tashkiloti tomonidan jiddiy ishlatish tizimiga kirgizilmasligidagi asosiy sabab ekanligini ta'kidlagan. Xitoy chet ellarda sinov qilayotgan vaksinalar Keishin vaksinasi, Sinopharm vaksinasi qatorliqlar bo'lib, unumlik nisbati Yevropa va Amerika vaksinasininkidan ko'rinarli tuvan bo'lgan. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy xalqining vaksina emlash irodasining tuvan bo'lishi xalqaro jamiyatning andisini qo'zg'agan. Xitoy mutaxassislari ikki yig'in jarayonida oshkorlagan sonliq ma'lumotga qaraganda, Xitoyda vaksina emlash nisbati 0.38% bo'lib, Amerika, Isroiliya, Yevropa va boshqa davlatlardan 2 tuvan ekan. Xitoy xalqining vaksina emlash irodasining tuvan bo'lishidagi muhim sabab bo'lsa, ularning davlat ichidagi vaksinalarning bexatarligi va unumiga bo'lgan gumoni bo'lib, yaqinqi yillarda Xitoyda ko'p qatim yuz bergan vaksina satchiligi va saxta dori satchiligi kishilarning ishonchidan qolgan ekan. Xitoy virusi vaksina masalasi nurg'un gumonlarni keltirib chiqarayotgan paytda Xalqaro Olimpik komitetining tuyuqsiz yuqorqi qarorini e'lon qilishi xalqaro jamoatini hayron qoldirgan. Kuzatuvchilar, agar Xitoy fuqarolarining Xitoy virusi vaksina emlash nisbati tuvan bo'lsa, boshqa davlatlar vaksina emlash orqali immunitet kuchiga erishsa, Xitoyning yana bir qatim Xitoy virusining yuqumlanishning manbasi va yuqtirish manbasiga aylanishidan ansirmoqda ekan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.